Markaziy Osiyo va Koreya yarimorolining qadimgi davlatlari o'rtasidagi diplomatik aloqalar qaysi davrda boshlangan? Koreya yarimoroli hamda Markaziy Osiyoning qadimgi davlatlari orasidagi diplomatik aloqalar haqida ma'lumot beruvchi ilk manba bu Afrosiyob devoriy suratlaridir. 1965-yilda Samarqand shahrining tarixiy qismida yo'l qurilishi jarayonida buldozer to'satdan tuproq ostidagi devorni buzib yuboradi. Eng qizig'i, devorda qadimgi tasvirlar aks etgan edi. Mutaxassislar tomonidan o'rganilgach, ushbu tasvirlar 7-asrda hukmronlik qilgan So'g'd podshohi Varxuman Unash saroyida bo'lib o'tgan muhim bir marosim, katta ehtimol bilan Navruz bayrami tasviri ekanligi aniqlandi. Devorda taxtga chiqqan hukmdor Varxuman Unashga qulluq qilib, Tan imperiyasi, Sosoniylar saltanati, G'arbiy turk xoqonligi, shuningdek qo'shni Chag'anyon, Choch kabi hokimliklardan kelgan elchilar ajoyib tarzda tasvirlangan. E'tiborli jihati shundaki, devoriy suratning bir chetida aftidan So'g'dda muhim elchilik sifatida qabul qilinmagan 2 kishidan iborat koreys delegatsiyasi ham mavjud. Bu elchilarning o'ziga xos kiyinish tartibi, xususan uzun qirg'ovul pati qadalgan bosh kiyimi hamda dastasi uchida uzuksimon to'mtog'i bo'lgan qilichi ularning Goguryo davlatidan kelganligini ko'rsatadi. Bu elchilikning sababi nima edi? Buni turlicha taxmin qilish mumkin. Biroq barcha taxminlar Yongi Samun ismli bir shaxs atrofida birlashadi. Ma'lumki, Tan imperiyasi diplomatiyasi qarshisida taslimchilik siyosatini yuritish tarafdori bo'lgan vazir va amaldorlar ta'siriga tushib qolgan Goguryo qiroli Yongyang sharqiy viloyatlar gubernatori, harbiy boshliq Yongi Samunni o'ldirish payiga tushadi. Chunki Yongi Samun o'zining xitoyliklarga bo'ysunmasligi va Goguryo dushmanlari bilan murosasazligi bilan aholi orasida yuksak obro' qozonishiga sabab bo'lgan edi. Fitnadan xabar topgan Yongi Samun barcha xayrixoh bo'lmagan amaldorlarni va hatto qirolni ham o'ldiradi. Taxtga hukmron suloladan bo'lgan Bojang ismli qo'g'irchoq qirol o'tkaziladi. Shu tariqa mamlakatda Yongi Samunning harbiy diktaturasi o'rnatilgan. Ushbu taxt to'ntarishi hamda Gisomunning qo'shni Sella davlatiga nisbatan hududiy da'vo bilan chiqishi Tan imperatori Taysizunni g'azablantirgan va shu tariqa birinchi Goguryo Tan urushi boshlanib ketgan. Imperator Taysizun bir necha 100 minglik qo'shin bilan Goguryo hududiga bostirib kirdi. Ammo Goguryoliklarning harbiy matonati tufayli mag'lub holda Xitoyga qaytdi. Shu tariqa Goguryo davlatining Tan Xitoyi va janubiy qo'shnisi Sella bilan nafaqat siyosiy, balki savdo-iqtisodiy aloqalariga ham putur yetdi. Bu Yongi Samunni yangi ittifoqchilar izlashga majbur etgani aniq. Mamlakat shimolidagi turklar bilan yaxshi munosabatlar o'rnatishga intildi va bunga erishdi ham. Bu hodisa Xitoy ma'murlarini yanada g'azablantirdi. Gisomun elchilik aloqalarini g'arbiy mamlakatlarga qadar yetkazishga urindi. Shu sababli So'g'd saroyida Goguryo elchilarining paydo bo'lishi tabiiy edi. Xo'sh, Gisomun bu elchilikdan nima maqsadni ko'zlagan edi? Birinchi taxmin shuki, Gisomun iqtisodiy masalaga yechim izlagan. Gisomun So'g'dlarning Osiyo tijoriy aloqalari rechagi ekanligini bilar edi. Shu tufayli turklar bilan yaxshi munosabat o'rnatgach, ular hududi orqali bo'ladigan savdo-sotiqdan manfaatdor edi. 3,5 millionli Goguryo xalqi Xitoy hududi orqali bo'ladigan savdoning to'xtab qolganidan aziyat chekayotgan va bu Gisomunning mamlakatdagi reytingga jiddiy ta'sir qilayotgan edi. Ikkinchi taxmin. Gisomun Tan Xitoyga qarshi harbiy ittifoqchi izlagan. Ba'zi koreys tarixchilari ham shu fikrda. Ammo bu o'ta zaif taxmin. Chunki Gisomun mohir diplomat edi. Uning So'g'dlarning harbiy ishda unchalik mahoratli emasligini, qolaversa ularning o'zlari yangi bosqin, ya'ni arablar bosqini arafasida ekanligini hech bo'lmasa turklar orqali bilgan bo'lishi kerak.
Ammo bu taxminni yuqoridagi birinchi taxminga bog'lash mumkin. Gisomun turklar ta'sirida bo'lgan so'g'itlarni hech bo'lmaganda harbiy aslahalar yetkazib berishga ko'ndirish niyatida Samarqand saroyiga elchi jo'natgan bo'lishi ham mumkin. Uchinchi taxmin shuki, bu Yon Gisomunning harbiy hiylasi ham bo'lishi mumkin. Tan imperiyasi g'arbiy hududlar, Gaochan kabi davlatlar bilan muvaffaqiyatli urush olib borayotgan bir paytda Gisomunning xavfli harakatlari harbiy kuchlarni sharqqa yo'naltirishiga sabab bo'lgan edi. Ehtimol birinchi Goguryo tan urushidan keyin Gisomun Markaziy Osiyo davlatlarini go'yo o'ziga harbiy ittifoqchi va Xitoyga dushman ko'rsatib, Tan imperiyasining harbiy tig'ini g'arbga burib yuborish rejasi ham bo'lgan. Ushbu taxmin biroz bo'lsa-da o'zini oqlaydi. Chunki Samarqand devoriy suratlaridan ma'lum bo'ladiki, boshqa elchilardan farqli ravishda Goguryo elchilari harbiy kishilar edi. Samarqand devoriy suratlari taxminan 655-660 yillar orasida yaratilgan bo'lsa, 658-yilda So'g'd podshohi Varhumon Onash o'zini nomiga bo'lsa ham Tan imperatorining vassali deb e'lon qiladi. So'g'd hukmdorining nega bunday qarorga kelganligi noma'lum. Ammo ba'zi taxminlarni ham ilgari surish mumkin. Birinchidan, Xitoy ma'murlari ishonchiga erishish edi. Chunki Sharqiy Turkistonning Tarim vodiysida Tan imperiyasining 5 yirik garnizoni mavjud bo'lib, istalgan vaqtda g'arbga, ya'ni So'g'd hududlariga bostirib kirishi mumkin edi. Ikkinchidan, So'g'd uchun Xitoydan-da dahshatliroq dushman arablar paydo bo'lgan va ularning imperiyasi chegarasi tobora So'g'd chegaralariga yaqinlashib kelmoqda edi. Bunday sharoitda ehtimol So'g'd hukmdori Xitoyning nominal vassalligi uning mamlakatini arablar tajovuzini tiyib turishiga ishongan. Xullas, Samarqand devoriy suratlarida bir chekkada e'tiborsiz delegatsiya sifatida tasvirlangan Goguryo elchilari ko'zlangan maqsadga erisha olmagan. Ammo muhim jihat shuki, ilk o'rta asrlarda deyarli 5000 kilometr masofa bilan ajralib turuvchi Osiyoning ikki mintaqasi davlatlarining elchilik aloqalarini yo'lga qo'yishi bu mamlakatlar hukmron doiralarining mohir diplomat bo'lganidan dalolat beradi.